3 ta narsaga e'tiqod qilmay turib, 3 ta narsaga ishonmay turib, inson axloqli bo'la olmas ekan. Nima u narsalar? Birinchisi, Allohning borligiga ishonishligi kerak. O'lgandan keyin abadiy hayotni borligiga ishonishligi kerak. O'limidan keyin hisob-kitobni borligiga ishonishligi kerak. Mo'min odamda bo'ladi degan axloq birodarlar. Demak, kishi Allohga ishonmasa, o'lgandan keyin hayot borligiga ishonmasa, o'lgandan keyin hisob-kitob borligiga ishonmasa, bu odamda axloq bo'lmaydi. Axloq bo'lmaydi, u qo'rquv bo'ladi u. Qo'rquv shtarafdan yoki jazodan, qamoqdan qo'rqib turib inson tiyiladi. Ammo bu yerga 3 ta narsaga e'tiqod qilgan odamdagi narsa haqiqiy xulq. Chunki hech kim ko'rmagan joyda ham bu bir xil yura oladi. Axloq